Assalomu alaykum. Demak, Junior Programmer darslarimizni davom ettiramiz. O'rtada ozgina uzilish bo'lib qoldi. Oxirgi marta biz Unit 4 ni ko'rib chiqqan edik. Bugun Unit 5 ni o'rganamiz. Unit 5 da asosan user interface, ya'ni Unity da Canvas orqali o'yinni user interfeysi qanday yaratilishini ko'ramiz. Demak, bugungi darsimizda ko'radigan o'yinimiz quyidagicha bo'ladi. Fruit Ninja degan o'yin bor. Menimcha hamma o'ynagan bo'lsa kerak. Mobilda juda ham mashhur o'yin. Ya'ni bugungi yaratadigan o'yinimiz quyidagicha bo'ladi. Demak, obyektlar chiqadi pastdan. Biz uni sichqoncha yordamida o'sha obyektlarni bosishimiz kerak bo'ladi kursor yordamida va bu yerda mana UI to'g'ri obyektni bosganimizda skorimiz oshib boradi va game over teksti restart buttoni, ya'ni restartni bosganda o'yinni qaytadan boshlash va o'yinni modlari easy, medium, qiyin, o'rtacha, oson va qiyin ko'rinishida. Demak, UI'miz juda simple bo'ladi, juda oddiy, lekin siz o'zingiz uni xohlagancha dizayn qilishingiz mumkin. Biz buni funksional tomonini ko'rib chiqamiz, ya'ni qanaqa qilib bunga skript yoziladi, buttonlar qanaqa yaratiladi, buttonga qanaqa qilib eventlarni ulash, buttonni bosganda qanaqadir event sodir bo'lishi, shu narsalarni C# orqali skriptingda ko'rib chiqamiz. Demak, buning uchun yangi project yaratib olamiz. Unit 5 uchun new project. Demak, o'yinimiz 3D bo'ladi. Nomlaymiz Unit 5 create project. Demak, bu havolani men descriptionda qoldirib ketaman. Loyiha yaratib olganimizdan keyin ilk qilishimiz kerak bo'lgan ish bu prototype package faylni download qilib olish va uni loyihaga import qilishdan iborat bo'ladi. Demak, prototype faylni download qilib oldik va uni zipdan ochib olamiz. Va bu yerda mana bizga kerakli bo'lgan prototype packagimiz bor. Bu packageni Unityga import qilib olamiz. Bu package bizga mana shu loyihani qurishda kerak bo'lgan barcha assetlarni bizga ta'minlab beradi. Loyihamizni yaratib oldik. Endi packagimizni import qilamiz. Buning uchun package faylni assetga drag and drop qilib tashlaymiz. All import. Mana biz uchun kerak bo'lgan barcha demak assetlarimiz kelib tushdi. Prototype 5 ochib olamiz. Mana o'yinimiz bu yerda turibdi. Mana shu prototype 5 scenimizda o'yinimizni qurishni boshlaymiz.